Ikkitalanskiy retseptni tayyorlash jarayoni mana общий grammlarini to'g'ri qilib, grammajlarni to'g'ri qilib, общий qilib bittada aralashtirib yuboriladi. Endi buni yaxshilab shu holatida birinchi aralashtirib olamiz. Bitta qo'shiladigan narsalarning grammlari hammasi bitta qilib aralashtirib olamiz. Hop, aralashtirib oldik. Shuni o'zida hamma grammlarni to'g'ri olib, endi buni chuqurroq tog'oraga solamiz. Yana aralashtirib olamiz. Bo'ldi. Endi mana sut. 3-2% sut, endi любой firma suti yog'li sut bo'lsa bo'ladi. Biz vaqtinchalik tayyorlashga, ko'rsatib berishga shu sutdan foydalanamiz. Mazasi yaxshi chiqadi. Mahsulotning aralashgan grammlari endi bitta mana shu mikserda 5 minut yoki 10 minut aralashtirsa bo'ladi. Endi 2 daqiqa uni tirisini kutamiz. Aralashtirayotganda oxirida bundoq ko'rish kerak, bundoq yaxshilab qarab, ichida ipir-ipiri bormi, yo'qmi, yaxshi eriganmi, erimaganmi yaxshilab qaraladi. Yana har ehtimolga qarshi 2 daqiqa, 3 daqiqa aralashtiriladi. Bo'ldi, tayyor bo'ldi demasimiz, mana quyuq holatini ko'rasizlar, mana. Mana shunaqa oppoq, xushbo'y bo'ladi. Juda tayyor mana. Juda tayyor. Suyuq sinajini o'z frezaga solib ko'rsatib beraman. Frezamiz tayyor bo'ldi. Ichiga quyib qo'ydik. Hop, mana tayyor bo'ldi.